Assalamu alaykum, hörmətli Uyghur TV görülmənləri. Uyghur TV kanalımızın bugünkü söhbət proqramını görüşünlərini qarşılamız. Biz bugün bu proqramımızda Avropada aktiv xizmət qılıb kelavatqan fəaliyyətçimiz Nəbican Əla əpəndi bilan söhbət qılmaqçı. Assalamu alaykum Nəbican aka, qanday ahvalınız? Aleyküm assalam. Aka aldı bilan ekran aldıq xeyrindaşlarımızla özünüzün bir tanıştırış bilan proqramımızı başlagan bolsaq. Oldu. Assalamu alaykum hörmətli görülmənlər. Mən aldı bilən şu Uyghur televiziya stansiyasına Allah'a rəhmət etmən. Çünki bu fürsətini bəygəlik üçün həm də bu münasibət ilə Uyghur televiziyasını təbrikləyəm, mübarəkləyəm. Neçə ildən bu yan izcil türdə şu Şərq Türkistanın xəbər və hər xil şəkildəki səhifələri də proqramlarını tayarlab xalqımıza yaxşı bir şəkildə proqramlarını berib atıdı. Bunun üçün mən bir yerdə Allah'a rəhmətimi bildirirəm. Sizə rəhmət. Allah razı olsun. Mən özümə ötürmüş tursam, mən 2009 ildən bu yan Şivsiyaga panalıq tilib şu yerdə yaşavatım. Şivsiya vətəndişi şu jarayanda özümüzdən qoldan kelişçə şu media xəbərçilik işlərdə qolumuzdan kelişçə bir xidmətlərini qılıyatımız. İnşallah bunun üçün sizlərdəki hər qaysı televiziya stansiyaları ilə həmkarlaşıb, yəni yaxşı şəkildə xidmətlərini elib getimiz deyə oylayım. Rəhmət. İnşallah. Aka, siz şəxs sübutunuz bilan bu davada uzun yıldan beri xizmət qılıb kelatsız. Undaqda biz xalqımız bugünkü Şərq Türkistan davasida nima ishlarni qilish kerak və nima ishlarni qila oladi bu to'g'riliq suhbat bergansiz. Rəhmət, aldı bilan sorğan sualınızın aytaq sual oldu. Əmdi biz mühacirətdə, yəni bu şu qanday xidmət qila olayımız degan vaqtimizda biz hemimiz özümüzə layiq imkaniyetimiz yarışa xidmət qila alayımız şu. Məsələn, Avropada olsun, meyli Türkiyədə olsun, meyli Amerika, başqa qitələrdə olsun, Uyğurlar hər qaysı təşkilatlarına yetəşlikdə, meyli yalnız kişilik olsun, meyli kollektiv şəkildə olsun, həmisi özünün imkaniyeti yarışa xidmət qılıyordu. Məsələn, elib hesab olunan dedik, Abdülğani qardaşımız yalnız kişilik namayişini başladı, bir yılını açtı. Üstündə yalnız kişilik şəkildə özünün şəmmiyə dəmliş gündən paylanıb xidmət qılıyordu. İravanı anlatıyordu, zulmünü anlatıyordu. Mana bu özünün imkaniyeti yarışa qılan xidmət. Onun başqa nurun qardaşlarımız meyli şu Şərq Türkistanda bulayotgan zulmünü axbarat şəkildəkinə xəbərlərini olsun, proqramlarını olsun, ingilislik olsun və üzü turuşluq dövlətlərini tillərə aylandırıb, onun üçün hər qaysı axbarat vasitələri elan qılışıvatıdır. Şuna oxşan şəkildə hər xil dokumentlarını tayarlayotgan qarindaşlarımız var, hər xil uçurlarını toplab, ularını bir şəkildə sunuvatgan qarindaşlarımız var. Məsələn, Norvegiyada ayna Dünya Qurultayının yetəkçiligində arxiv ambarı quruldu. Bu yerdə bu quvvaçıların arxiv ambarları olsun və ya ki Şərq Türkistanda tutulğan, öldürülgən, ziyankeşlik uçurğan qarindaşlarımızın arxivləri turğuzulmatıdır, saxlanmatıdır. Bu şəkildə həmmisi təşkilat şəkildə olsun, şəxsi şəkildə olsun, üzünün imkaniyetindən faydalanıb bir şəkildə bu dava üçün hərəkət qılıyordu. Demək, həmimiz şəxs sübutumuzdan mən bir gün üzümüzdən sual soraq olacaq. Mən bir gün xalqımız üçün nimiş qılıb mən nimiş qılıvatım, nimiş qıla alayım. Bilməm ya. Bəzilərimiz iqtisadiyyatı $10, $20 ayağa ataya alayımız. Bəzilərimiz vaxtımızı ataya alayımız. Bəzilərimiz degan üzümüz lesini silib aynı vaxtımızı, yekinimizini çıxıb bir şəkildə məsələn Germaniyadakı arışma bir enimiz var. Yakına yakılıyordu. Demek müştak şekilde yalnız kişilik olsun, kolektif şekilde olsun, teşkilat şekilde olsun, hemimiz üzümüzü layık bir hizmet kılamayız. Şunun için müşini hemimiz üzümüz imkaniyetimizi gerçeğe bunun çıkış noktası kılıp ben nimiş kılmayım, nimiş kılalayım degenge sualla koysak onun cevabını tepalayımız da boyutuz. Rahmet aka. Ondaqda bugün Wuhan virusu bütün dünyada bir kun tərtibi kelatıdı. Bütün dünya təhdid buluvatıdı. Muş günlərdə bizden Şərq Türkistandakı cəza lagerlarga qandaq təsir bola? Və şundaqla muhacirət yaşayotgan bizlər bununla qandaq pozisiya bildirişimiz kerek? Şəxs söz qılıb gəlməsiniz. Rahmet. Əmdə bu virus deganimizdək bütün dünyanın təhdid edib gəldi. Hazır bilişimizcə 37-38 dövlətə tarqalğan oldu. Bütün dünyanın bir diqqət etibarını qozğavatıdı. Demək bu virusun kelib çıxışı o şəkildəki qandaq oyun oynadıdı. Bu yerdəki şəkildəki məsələ üstü toxtalmayımız. Bir yerdəki sualığa yarışalım mən şu dünyaya tarqalğan bu virusun, Xitay virusunun bizning Şərq Türkistandagi lagerlardagi qarindoshlarimiz qanday xavf olib keldi va yoki Şərq Türkistandagi xalqimizga qanday xavf olib keldi degan nuqtaga to'xtalsam,
Bu virus hemmemiz bilgandek bu eliqe özlügidan chiqib qolgan yoki shaparangdan chiqqan yoki hayvondan chiqqan narsa emas bu. Bu Xitoy o'zi bir qo'lliq ishlagan, bir qo'lliq o'zining yomon niyati uchun keşif qilingan bir virus bu. Bu virus eliqe bizde bir maqal temsil var. O'rni kim qo'lsa o'zi tushidi deydigancha. Demak Xitoy bu o'rni başkalar için qo'llaganti ama o'zi tushib ketdi. Ham tushyotdi. Inshaalloh tushkisi. Chunki Alloh ular zalimlar o'ylagan hilmikerdan better hilmikerni berbat qilguchidir. Buning uchun biz bu yerda Sharq Turkistondagi qarindoshlarimiz qanday xavf keldi hozirgi uchurlarimizda anglashlarimiz qaraganda Sharq Turkistondagi lagerdagi jazo lagerdagi qarindoshlarimiz maska taqib qo'ygandek bir ahvollar bor. Bu en nima o'tkili deganda nurg'un qarindoshlarimiz bu to'g'riliq programma ishlabdi. Alloh razı olsun. Demak bu o'tganlar ya'ni lagerga qanday kirib qoladi bu virus deganda birinchisi o'sha Gundupay yakomuz qurolliq saqchi qismidagi kirdi en evvel çünkü ular ismini almıştı uyga qaytdı ve yoki jamiyat bilan bevosita uchrashdi. Yana birisi shu deganda shu yemek içmek yoki bo'lmasa turmaga aslaha tushug'ichi xodimlarning vasitasi bilan qilib kirdi. Yana birisi shu deganda dars berayotgan, tarbiyalash ilib berayotgan o'qituvchi va yoki boshqa shakldagi formalik saqchilarning ularning vasitasi bilan ilib kirdi u yerga. Çünkü ular jamiyat bilan abam deganimizda uchrashishi biraz yuqori bo'ladi. Buning uchun ularning vasitasi orqali kirishi mumkin. Ama ularning malkin dezinfeksiyaga kirgan taqdirda bu virus az deganda 14 kun insonning badanida yoshirin holatda turadi. Bunda inson shu yuqumlar o'zini bayqayolmaydi. Bu ahvolda bundaq kirish abam qilib 3-4 nuqtadan bu virusning singib kirish ehtimolligi bo'lishi mumkin. Ama avval Cenab-ı biz yelenimiz Cenab-ı Allah'tan sorayımız. Allah muş qarindoshlarimiz mushu Xudo İbrahim Aleyhisselam'dan Nemrutning o'tidan saqlab qolgan. Allah Firavunning ziyonkashligidan shu Musa Aleyhisselamning qavmini saqlab qolgan. Allah mushu Sharq Turkistondagi shu musulmonlarni Allah secde qilgan, Allah uchun qulchilik qilgan musulmonlarni. Onun için bu musulmonlarni Allah qo'g'dab qoladi deb bunun ümidimiz ve ishonchimiz var ve Allah'a şunda deb dua qilamiz, yelinimiz. Şuna bilan birga buning sababini, buning uchun oldini olish uchun qanday qilamiz degan vaqtida biz hozir kun tartibida turayotgan mushu virusning turtkisida biz dünya oldini oldi. Dünya o'zining har xil shaklda Xitoy pasportidagi Xitoylarni shu o'zining chekisini kirishni to'sdi. Hem bayqalganını yoki bo'lmasa burun Xitoyning pasportida yashayotgan mayli Angliya bo'lsin, mayli g'arb ellardagi Xitoylarni har birisini doktorxonaga borib tekshiryapti. Ularning uchun badan shu virus bormi? Agar durib qolib qolsa, ularni darhol shaklda arif shaklda kuzatishni davomlashtiryapti. Demak, buning oldini ola oladi. Ammo shu deganda abam deganimizdek bizning lagerning ichidagi turmadagi qarindoshlarimizni Xitoy buning tadbirini olamdi, olmamdi. Hattoki mana bugungi kunga kelganda videolarda uchrashlar shuni ko'ryapmiz. Xalqimizning u yerda yemeklikning, hattoki uyda qapsilib qolgan xalqimizning yemeklikdan qiynalib hatto yemeklikni pulga setib oladi. U kartada pul bo'lmasa, naqd pul bo'lmasa, ishlab pul topmasa, u nimaga deb yeydi uni? Uydagi narsalar qanday qiladi deganda, hatto ochliqdanmi normal aylıklarının bunda açlık tehdidi uçrayotganidek ma'lumotlar bor. Endi bundan biz dünya xalqiga qanday anlatamiz? Qanday dalil isbotli shaklda buni yo'ritib, dünya xalqining istoshlik bilan, yordami bilan, sababi bilan bularni qanday qutqizib qolamiz qarindoshlarimiz degan nuqtada dunyodagi faoliyatchilarimiz, tashkilotlarimiz olsun ciddi şekilde bunun için izlanyapti. Hem de xalq bo'lish sifatimiz bilan biz hammamiz endish qilyapmiz. Boshqa tehditlar va bu zarlash bilan endish qilish bilan ishimiz olmaydi. Bunun çaresini tepishimiz kerak. Bunun en önemli çaresi hemmamiz qila oladigan bir usul var. Nima deganda biz xuddi men Uyg'ur deganni qilgan o'xshash hashtag shaklda mushu Sharq Turkiston lagerdagi qarindoshlarimizni mening qarindoshim virusning tahdid uchrayapti degan hashtag shaklda o'tirg'i chiqa olamiz. Buni sizlarning kerak Uyg'ur televiziyasi olsun, istiqlal olsun va yoki dunyodagi shunday kollektiv va yakka shakldagi axborot markazlarimiz orqali buni keng tarqatishimiz kerak. Mayli shu ijtimoiy uchur vositalardagi Facebook deymiz, Twitter, Instagram va shunga o'xshagan WhatsApp bu qurollarni unumli paylaşmamız kerak. Hammamiz har kuni
bir gün degende şu hashtag şekildeki olsun ya komisyonun tuqqanlarım lager ceza lager dedi guvalıq berip atımız. Muşu kırındaşlarım Xitayning virusuna tehdit uçradı degende avazlarımızı kündigidek, signot, minut digidek anlatıp duruşumuz gerek. Şunda bu vaqtida bu mesele kün tertip kelidi. Ana kendince Xitayga yalğanlardan bika qıldık cezalarını, vay biz bu işti ettik, adamını yuqu yapmadık degen adamını kösep. Ya komşu bunun için sen koyup vermeden, sen bunun için hayatı tehdit uçurdu. Sen bunu erkelik çıkışın gerek. Çünkü bu toplumu yerde yani toplaşkan yerde bu virüs yani iştikar kaydı hem yerde sağlamlık aldığını eleş ya ko dezenfeksiya qilish bir maska takıp qo'yganda ish olmaydi. Bu maska fakat kesinlikle aldığını alamaydı. Bu fakat bir vaqtlik müdafiye. Her kaçan o ağzı tutup tamakның maskani ichida yemeydi ki. Onun için biz muşu näslerini yo'ritib berib, muşu näslerini kun tertib tuğa vaqtimizda, tutib turadigan vaqtimizda anan degan aqirdaşlarimiz şu qarindoshlarimiz qutuldirishga bir harakat qilgan bo'lamiz. Bunun için çok izlengen bulunur. Şunun için biz vahiminlam emas, biz nimiç qaysi yolda çıkış qilib, bu qarindoshlarimizni qutqizish uchun harakat qilamiz degan nuqtada bir qatim namoyish qilishlar yoki bo'lmasa bir qatim iya verib nima qilib qo'yishlarla hal olmaydi. Bugungi guvohlarning kun tartib turishi, bugungi Sharq Turkiston masalasini bugungidek kun tartib turishi nimadan bo'ldi desanlar, ijtimoiy taratqularda musha tinimsiz nurg'un guvohlarning maydonga chiqishi, tashkilotlarimizdan birinchi o'rtaq shaklda harakat qilishi bilan zich munosabatli deb qaraymiz. Shuning uchun bundan keyingi nimalarimizni biz Sharq Turkiston masalasini mush ijtimoiy abam qilganimdek shu axborot vositalari, dunyodagi cho'ng axborot vositalari bizning nerdan oladi bizning kuchini desangiz, shu bizning Facebook tarqatgan ijtimoiy tarmoqlardagi nimadan oladi. Shuning uchun biz bu tarmoqlardan unumli foydalanishimiz va doim zerikmay, terikmay qıtpamıdığı, koyapamıdığı, vay manda olduğu, bunun nime faydası oldu demey, bunun için tinimsiz izleyişiniz gerekiyor. Anan deyki bunun etkisiz görelim de qarayım. Rahmet aka. Hazırqıday Sharq Türkiston davasida tashviqot sohasi intayin muhim bir o'rinda turibdi. Mushundaq bir vaqtda xabarlarning to'g'ri bo'lishi uchun qaysi nuqtalarga diqqat qilishimiz kerak, qaysi manbalardan foydalanishimiz kerak? Rahmat. Endi shu xabarninki teşviqatda hem de hazır şu uruşumuz teşviqat uruşu oladı. Bu uruşda biz önümlü şekilde galiba kılışımız için biz haq tarafta bizden kılıvatkan nesimiz doğru, yalğın yok. Xitay'ningidek her kaçan yalğanını, ayakçı böhtanını, ayakçı her şekilde tökmet arlaştırıp almadık. Bir şekilde onda olan iken biz bu haq taraftaki teşviqatımızı qanday güçlendirimiz, yoki bo'lsa bunun mənbəsini qanday şekilde Çinliqini aşura alayımız degan nuqtada nayti özümüzden hayacını bilen, hissiyatımız bilen, yoki biz bilmegen ko'rinishlarni, yoki özümüz tushunmagan başka bir sebeplik bo'lgan videolarni bu şekilde Xitoyda bo'lgan ish yoki bo'lsa vatanimiz Sharq Turkistonda bo'layotgan ko'rinish deb madax şekilde xato uchur berib qo'yishni ehtiyot qilsak bo'ladi. Mayli shaxsiy buluşubimizdan, mayli bir mush xabar taqtayotgan bir kanal buluşubimizdan buningda nayti kelgan mayli ko'rinishning olsun, rasmning olsun va yoki xabarning yozmasining bo'lsin buningda nayti kelgan manbalarni bir necha yerdan surishtirib qilishimiz kerak. Şahsen ben bir xabar uçur egallagan vaqtimda mayli vatandan bo'lsin, vatan sirti bo'lsin, bir necha axborotga murojaat qilamiz uchun. Masalan, kelgan vatandan elegan vaqtimizda bir odamning gapini emas, shu odamning gapining uçuriga asosan boshqa necha bir odamdan amal bor. Vatanda turayotgan shu xabarga doir bir necha odamdan shu nuqtada savol sorishimiz kerak. Olimningki o'xshash nuqtada bir 50%, 60% yaqin kelgandan keyin aniqini xabarini taqdimiz. Shuna o'xshagan shaklda mesela vatan sirtidimi biz bir necha Xitoycha matbuotlarga yoki bo'lmasa chet el matbuotlariga qaraymiz. Shundan eng yaqinini, eng ko'p shakldagi nim bo'lganini tanlab ishlatsak, nihoyat yaxshi bo'ladi deb qarayman. Andan keyin xabarlarda hayajonimiz bilan bundaq bir shaklda o'zimizning kelgan xiyoli yoki o'chmanligimizni asos qilib emas, asosli shu shakldagi xabarning manbasini asos qilgan shaklda aniqendi uningdagi u yerda yo'ritib berish yoki bo'lmasa uningdagi farazlarimizni, o'nimalarimizni o shaklda bayon qilsak to'g'ri bo'ladi deb qarayman. Lekin nuqul holda bir shaklda hayajon bilan aniqin ilibla vayomada bo'pti deb lamada qilib qo'yish, Turkiyada bu narsa bek umumli shug'ul, turklarda bu masala anda şekilde demezde biz en mühimi anandan keyin xabarlarimizningki
bir necha nuqtada qilib etgandan keyin imkani tahrirlash. Bu tahrirlash bosqichida xabarlarimizni naytdi mayli imnosi bo'lsin, mayli uning rasmlarimizdan qistirilishi bo'lsin. Bu shakllarga naytdi izchil diqqat qilsak, naytdi yaxshi yo'l deb qarayman. Şuna endi hozir chetel biz vatandan uchur egallishimizni tasvirlab ketdi bir ikki so'zdan oyog'i. Undan keyin bizga endi asosliq shu cho'ng matbuotlar, mayli inglizcha bo'lsin, mayli fransuzcha bo'lsin, mayli xitoycha, mayli arabcha bularga diqqat qilyapmiz. Mushu ladimmi bir necha axborot vositalarini o'rtaq qilib turib, undan keyin o'rtaq shaklda to'g'ri yerlarni ishlasak, nayt yaxshi yo'l deb qarayman. Endi xabar qistirib qo'ydiganim xabar mayli teşviqat yana bir rol var. Biz bu yerda uchurni dal yetkazib berishlar emas. Bu bir tarafimiz. Yana bir tarafimiz var. Teşviqat xalqni tarbiyalash va yetaklash rolini egallash kerak. Agar xalqimizni tarbiyalab, yetaklash rolini teşviqatni olib qarasak, vaqtda biz mag'lub bo'lamiz. Biz o'xshashli bir shatutdek bo'lib qolamiz. Ya'ni xabarni bir qilib qo'yamiz. Ammo bu maqsadimiz emas. Bu bir shakli uning. Ammo eng asosli yetmoqchi bo'lgan narsa bizdagi mayli programma shaklida bo'lsin, mayli xabar shaklida bo'lsin, xalqimizni tarbiyalash. Bizning bu shu suhbatimizdan xalqimiz qanchalik narsani egallaydi. Bu bizdagi tarbiyalash bo'ladi. Tarbiyalangan xalqni aniqani yetakli bir nuqtaga. U tarbiyalanmasa uni qo'pib qarqoyib, "O, ayaga bilet tashlanglar" desa, u bilet tashlashni o'qimasa, saylamni o'qimasa, saylamni tushunmasa, tushunammi? O'zining saylamoqchi bo'lgan u rahbarni, raisni bilmasa, u qanday saylay oladi? Misol qo'yib aytsaqda. Shunda. Shunga o'xshagan shaklda biz xalqimizni yetaklaymiz deydiganmiz, avval tarbiyalashimiz kerak. Tarbiyalash umumiy eng cho'ng vositasi nima deganda, shu media orqali, axborot vositalarimiz orqali tarbiyalash. Bu nuqtani ching tutsak, inshaalloh. Hozir mana yana bir nuqtani deylik, qanish. Hozir biz mana Sharq Turkistonning nayt zil vaqtda turyapmiz. Xitoyning ojizlashgan, Xitoyning zavolliq yuzlangan, aloqasizlashgan vaqtda turyapmiz. Biz bu vaqtda vatanimiz Sharq Turkistonni qo'limizga elish va uni xalqimizni qutqizishga biz tayyormi emas bu mujohidlik Uyg'urlar. Bu masala bor. Bu masalada avval o'zimizni biz tarbiyalandikmi? Biz tarbiyalangan bo'lsak, xalqimizni yetaklay olamiz. Agar biz tarbiyalanmagan bo'lsak, mayli tashkilot bo'lish sifatimizdan, mayli shaxs bo'lish sifatimizdan biz 10 yil, 20 yil yashapdik vatan sirtida. Biz bir şekilde terbiyelenip, biz bir şekilde vatanimizni qanday ilishni, vatanimizni qanday tutishni, vatanimizni qanday boshqarishni bilinmasak, vaqtida vatanni bergan taqdirda tutib turolmaymiz. Tushunammi? Uning uchun vatandagi xalqimiz sog'lom, vatandagi xalqimiz tayyor. Ammo biz vatan sirtidagi shu vatanni olama, vatanni qo'limiz boshqarma, vatanni xalqimizni yaxshi baxtli hayot kechirgizma deydigan muhaciratdagi tashkilotlar bo'lsin, shaxslar bo'lsin, biz tayyor bo'ldik, bo'lmadik. Buni o'zimizga savol qo'yish bilan birga, anandan keyin o'zimizni tarbiyalash bilan birga xalqimizni tarbiyalash va yetaklashni asos qilsak, biz inshaalloh ko'zlagan maqsadga yeta olamiz. İnşallah. Rahmet aka, Allah razı olsun. Bugünkü bu söhbət proqramımızı köygen xalqımızmı, qeyrindaşlarımızmı bunundan özünü sual qoyub, özünü bir közdən keçirdi deb oylayma. Xalqımızga köpdən köp payda ep kildi deb oylayma inşallah. Rahmet, men bu köpçülükке alayda rahmetimni bildirmen, hem Uyghur televiziyasiga rahmetimni bildirmen. Şununla birge bizning gepimizning to'g'ri yerlarini qabul qilib, xato yerlarini tashlab qo'yishni umid qilaman. Shunday, rahmat. Shunday, hurmatli ko'rganlar, bugungi programmamiz mishada oxirlashdi. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Men Muhammad Amin, Allohga emanet.